Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana sizlarga Spanigan turlar olibdalaridan Xudo xolasa tinalarni ko'rsatamiz. Nima degan joyi bir narsalar, vibrlar, imzolar kelib qopti. Nima degan assalomu alaykum. Qachon Kechmisiz? Xo'p, aka, biz obunachilarga narx-navolarni arzon qilib, ayb nuqsonlari bo'lsa aytib, arzon qilib bering aka. Bo'laveradi. Bu Spanigan turdan boshlaylik mana. Xo'p, razmerlar qanaqa? Taylari ochilar ekan. Taylari sondiq, uchta mexanizm. Mexanizmi 3 ta ekan, zo'r. O 220 ga 170. 220 ga 170. Zo'r. Xo'p. Primosi. Taylari ham ochiladi. Ichi ham ochiladimi? Ichi ham ochiladi. Zo'r. Bunisi baqa ham ochiladi. Buni baqa ham ochiladi. Voy narsa ekan. Xo'p. Buni nima ayb nuqsonlari bor ekan? Ayb nuqsoni yo'q. Xudo xolasa ayb nuqsoni yo'q, faqat aybi ishlagan. Hali mayda juda hali qirinda-sirinda bo'ladi. Ko'rinmas, mana o'xshagan ekan. Bilinmas bo'ladi. Hali obunachilar yangi yana borganda boshqa gap so'z bo'lmasin. O'shuning uchun borni aytib o'tamiz. Xo'p, shfaneri chiroyli holatda turibdi. Ichlari, tortmalari ikkitadan, shilkalari kastimga ikkitadan yana uzun boshlarga shilkalari. Xo'p. Xo'p, buni polkali varianti. Mana o aladoni ham bor. Yana tortmasi ham bor. Zo'r, chiroyli narsa ekan. Ko'rsamaysiz. Xo'p, buni komplektida shfaneri, trimosi, ikkita tumbasi, kravati. Nechta pul beramiz bu komplektda? Bu komplektda 5,5 million qilib beramiz. 5,5 million qilib beramiz. 5,5 million qilib beramiz. Zo'r. Xo'p. Bunisini-chi ekan? Bunisini 5 million qilib beramiz. Matrasi yangi. Qolgan joyi ishlagan, uringan joyi yo'q. Uringan etganlik, ammo chiroyli narsa ekan. MDF 3 ga bo'linadi. 3 ga bo'linadi. Shfaneri ichlari keng bo'ladi. 89 fasonidan. Mana. Bitta aybi maytda uni yorug' joyi bor ekan. Depini ozgina yorilib qo'ying. U bilinmaydi ham, ko'rinmaydi ham, baribir shuni aytib o'tgan yaxshi. Xo'p, Xudo xolasa, Trimosi. Buni razmeri qanaqa kravatini? Xo'p, bunimizning razmeri 172.10. 172.10. Nechta qilib beramiz? Buni 5 million qilib beramiz. 5 million so'm qilib beramiz hammasini. Xo'p. Yo'l kirasi kelishgan holatda bo'ladi. Yo'l kirasi kelishgan holatda. Kelishgan holatda bo'ladi yo'l kirasi. Bularchi? Xo'p, bu kravatimiz bor. Mana. Xo'p. Bu 1 million 200 ming so'mga beramiz buni. Ikkalasi ham sonda. Ikkalasi ham ochiladi. Ochiladi. Machalkali bo'ladi. Mana. Tagi machalkali. Bunisi sonda. Xo'p, 1 million 200 ming. 1 million 200 ming. Trimoni nechta qilib beramiz? Trimoni 500 ming so'mga beramiz. 500 mingga beramiz trimoni. Chiroyli. Xo'p. Akrel. Bo'ldi. Buni nechta qilib beramiz? Bu devankasi jurnalligi bilan buni MDF ekan. 2,5 million so'mga beramiz. 2,5 million. Mana bu ikkita kreslosi, bitta divani, shohona, bu Toshkentniki. Xo'p. 2,5 million qilib beramiz deyapti. 2,5 million so'mga beramiz. Dastavkasi Dilmoteganda havas kelishgan holatda, o'zlari mashinalari yo'q. Ochig'ini aytib beraylik. Xo'p. Bu nima? Bu stolsi yangi 700 ming so'm ekan. Tashlab ketdim. Yangi stol ustul. Bo'lishi ham chiroyli ekan. Xo'p. 3 ga bo'linadi shpanerimiz. Shpanerimiz ham 3 ga bo'linar ekan. Mana. Xo'p. Ikkita shilkali, o'rtasi polkali. Pastda ikkita tortmasi bor. Nechta pul qilib beramiz? Razmerlari qanaqa? Razmerlari 220 ga 210 mi yoki 220 shunaqa bo'y. 240 ga 220 bo'lish kerak. Shunaqami? O'lchagani yo'q. Buni detskini 500 ming so'mga beramiz buni. 500 ming so'mga chiroyli holatda turgan detskini berib yuboramiz obunachilarga mana. Yaxshi. Xo'p, xudo xolasa hamma yoqda obzor qilib bo'ladigan umidamiz. Obunachilar like bosib qo'llab-quvvatlab turinglar. Like'dan bizga pul bermaydi, faqat motivatsiya beradi. Yana mana shu ishni davom ettirish, yana bundan chiroyli narxda, chiroyli orzora narxlarda chiqarish maqsadida
Bu like bosib, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, hali foydasi tegadi. Nima desa bo'ladi? Mana shu arzon narsalarni o'zing cho'ntagingga foyda bo'ladi. Bizga foyda ziyoni yo'q u. Faqat o'zlaring cho'ntagingga bo'ladi. Nimaga? Qimmatga yangi olib yurmaysizlar, yangi holatdagisini, necha ishlatilgan bo'lsa ham, rabochiy bo'lsa ham, chiroyli holatdagisini arzon narxga olib foydalanib, oilaviy byudjetga foyda tegadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, qo'llab-quvvatlab turishingiz rahmat.